Qachon bo'lsa bir o'lim, ya o'lim ya bir ko'rim, ochil. Ochil. Ochilganda bir gap bor. Ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan, Arslondek yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Canım bolam, benim yürgüm ağrıp da turuvatıdı. Özleri bir tarafga ketgan bo'lsalar, yaxshi bo'lam degan deyman. Qachon nur chechib, atar oltin tap. Otmam deganda bo'lmag'in hamta. Subhi yordi bu tap. Bari bir o'tar. Turpan kechsi. Yo'l bo'lsin Abdusami aka, Nusrat tilaymiz. Benim Abduxoliq Uyg'ur. Pichonni ammog'icha kammaymiz. Ochil. Nima ochil? Qizilgul ochil. Say bo'ylab qator ketgan qariz quduqlardan ajdodlarning aql parasti, botir amgakchanligi chiqib turadi. Agar nur dengiziga ilm ma'rifat nurlari qo'shilsa, jaholat, nodonlik, xurofotliklarning o'rniga ilm chiroqlari yiqilsa, u chaqda bu makon shundoq ajoyib xislatlik makonga aylandi-ki, buni ifodalashga tilimiz ojizdir. Uchaylan Turpan munara ustidan ona yurtning go'zal manzilasiga cho'nqur muhabbat bilan uzundan uzun qarab turishdi. Ular zadili to'ymay qaraydi. Qaragan seri bu ona makonning tarixiy hayotiy kuchiga shuncha maftun bo'ladi. O'ngi oq seriqqa moyil, yopiloq yuzlik, o'tirboy kelgan Letip apandi tunji qitim ostonda echilgan yangicha maktabda o'qigan ziyoli edi. Yosh turibla yuz ko'zni quyuq saqal bosgan Akbarxonmi o'qimishlik bo'lib, To'rxon ismlik o'zbek oilasida dunyoga kelgan edi. Bugun dal Akbarxon Yorg'uldagi bog' hovlisida o'tkaziladigan mehmondorchilikqa Abduxoliq Uyg'urni taklif qilib kelgan edi. Xeyli uzoq vaqtdan keyin uchaylan munardan tushib otlarga minishdi. Ular pishg'irin oftobga qaramay tabiiy manziralarni, mahalla uylarini, etizlardagi ziroatlarni tomosha qilgach, osta minishadi. Ular parangning qiziqchiligida sepil tuyiga kelib qolganligini sezmay qolgan edi. Turpan koni shahar sepili aslida mu egiz edi. Cho'risida cho'nqur xandak bo'lganlikdan bu sepil texmi egiz ko'rinadi. Xandakning cho'risi yog'och tag'oq bilan ihota qilingan bo'lib, ichi eski tuski narsalar va so'ngaklar bilan to'shib ketgan edi. Otliqlar ikki shahar oraliqidagi to'polon yo'lning ikki qosniqidagi uylarni, xumdonlarni, mevlik bog'larni, bulutdek echilib ketgan paxtazorni bahuzur tomosha qilg'ach minib, yangi shaharning sharqiy darvozasi oldiga kelib qolgan edi. Yangi shahar bir qadar obod bo'lib, Turpanning savdo markazi hisoblanadi. Shahar ichida mashhur saroylar, gazmol do'konlari ko'p edi. Rasta ko'chalarning usti yepiqlik bo'lib, oftob tushmaydi. Shahar markazidagi mashhur ikki qavatlik oshxonaning atrofida baqqollar, do'g'ab shirin sotquchilar ko'p edi. Otliqlar shahar ichiga kirish bilan tang do'kondorlarning diqqatini qo'zg'adi. Kulrang otga mingini Abduxoliq Uyg'urmi? Dedi bir do'kondor qo'shni do'kondagi gazmol savdogarga qarab. Otliqlar yaqinlab kelyotdi. Ular qaysi do'konning ro'barosiga kelsa, shu yerdagi kishilar ularga salom beradi. Otliqlarmu salom qaytirib, ularga hurmat bildiradi. Abduxoliq Uyg'ur kishilarga salom qaytirib, qaddini aytganda, ostidagi otning beli egilganda ko'rinib, kishilarni hayron qoldiradi. Rosa bastik odam bo'g'idaka, dedi heliqi do'kondor ro'barosidan o'tib ketgan Abduxoliq Uyg'urning orqasidan qarab. Bu qitim Xanzuchi o'qigan 30 bolaning ichida Abduxoliq Uyg'ur birinchilikni opti deyishidig'i, dedi savdogar uning a'lo o'qiganligiga masligi kelganda qilib. Madrasada o'qigan chog'dalar savoqni yaxshi ekan deb anglagan edik. Hozir uning shoirligi hammani besib tushdi.
Uning yozgan she'rlarini Urumchi, Qumul, Manas, Gulchun taraflardan kelgan taliblar, savdogarlar ko'chirib ketyotdi deydi. Yaxshi yezilmagan bo'lsa, boshqalar atayin kelib ko'chirib ketamdi. Otliqlar rastini uzuniga besib g'arbiy darvozadan chiqib ketishgan edi. Ular issiqda nega mangandi? Akbarxonning belli ketayotganiga qaraganda yarg'ulga chiqsa kerak. Akbarxonning otasi To'raxon ayni yillarda O'zbekistondan kelib Turpanga o'rlashgan. Tijorat bilan shug'ullanib, bog' ho'yli yasagan. Qo'l ilikida bor, mehmondo'st ham muayyan madaniyat saviyasiga ega odam bo'lib, shu kunlarda Yarg'uldagi bog' ho'ylisida turadi. Mehmonlar ozoda rastlangan cho'ng mehmonxonaga boshlandi. Mehmonxonaga o'tqashdek gilamlar selingan. Ularning ustiga uzun-uzun baqasam ko'rpalar tashlangan edi. Shimoli tomga qo'yilgan bir jup panjaradan bog'dagi olma puraqlarga to'yingan salqin shamol urilib turadi. Abduxoliq Uyg'ur bilan Letip apandi salqindag'ach tagchilardagi lo'nqlarni tomosha qilib o'ltirganda Akbarxon choy ko'tarib kirdi. Ular choy ichgach tog'dan bog'dan so'zlashib turishiga Akbarxonning otasi To'raxon hozisini to'kuldatib kirib keldi. To'raxon xeyli burunla Abduxoliqning zerakligi, shoirligi bo'libmi Xanzuchining a'lo natija bilan o'qiganligini anglab, uning bilan suhbatlashish orzusida bo'lib kelgan edi. Shunga u shoirning kelganligini anglabla birdam suhbatlashib chiqay deb kirgan edi. Uydagilar birdam o'rinlaridan turib salom berib ko'rishgandan keyin uni to'rga taklif qilishdi. Biroq bu bo'y puti og'riydiganligini bahona qilib, paygohdagi yo'lanchiq o'rindiqqa o'ltirdi-da, hammaylardan xush keldinglar deb omonlik so'radi. Ondan Abduxoliqqa qarab, "Ha, o'g'lim Abduxoliq, seni katta shoir bo'ldi deb angladim. Hammadan bu qitim Xanzuchi o'qishni a'lo natija bilan o'qidi deb anglab, xursand bo'lganimdan tabriklay deb kirdim. Qandoq? Sizlarga malollik yetkazdimmi?" "Yo'q, hargiz undaq emas. Bizmi sizning salomat turganligingizdan xursand bo'ldik. Inshaalloh yaxshi turibdiman. Yashanganda putimning og'riqi jafo solmagan bo'lsa, salomatligim xeyli yaxshi edi. Hali ham yaxshi turibsiz. Yozda 6-oyning qumi shifo qiladi. Ko'milsangiz, putingiz yaxshilanib ketar edi. Letip balam, qumg'a odamsiz. Bir qancha yildan kasbimiz shu. Undaqmi deymiz, mundaqmi deymiz. Xudoga shukr. 70 necha yildan beri bu ikki putim obdan xizmat qildi. Eg'ir gavdamni malol ko'may, qayoqqa desam, shu yoqqa ko'tirib mangdi. Qozon, Petrogradlarga qancha qitim opadi. Samarqand, Buxoro sharplarni tomosha qildirdi. Xorazm dashtlarini kezdirdi. Eng oxirida Toshkentdan ko'tirib qadimiy ostona Koni Turpanga aykaldi. El ham og'rimaydigan putlar ekan bu. Xulos kalom. Qumga ko'msammi og'irg'ini og'irgan. Agar tili bo'lsa, 70 necha yil eg'ir gavdangni ko'tirdim. Menda yana nima haqqing qoldi degan bo'ladi. Xudoga shukr, hali ham meni ko'tirib minib yurdi. Bo'voy o'z so'zidan huzurlanib kuldi. Boshqalarmi kulishib, boshlarini langshitib bo'voyning so'zlarini tasdiqlashdi. Abduxoliq bolam, Akbardan anglab ko'p xursand bo'ldim. Nima uchun desam, Xanzuchi deganmi bir xil til. Til degan ilm, ammo osonli o'rganib ketgili bo'ladigan ilm emas. Qandoq? Bu so'zim to'g'rimi? To'g'ri gap. Bir zamonlarda men bu Xanzuchini o'rganmoqchi bo'lgan. Bekor o'ltirg'icha bu angimi bo'lib qolsin. Shu chaqda Xanzuchi o'rganay deb bir o'qituvchi topdim. Uningga eyig'i 5 sar kumush bermoqchi bo'lib to'xtam tuzgandan keyin ta'lim ilib o'rganishga boshladim. Tilim qotgan chaqlarkan, o'rganishim ancha ravoj topmay qo'ydi. Shundoq bo'lsa-mu, bir qancha oy ijtihod qilib, bir nimalarni bilgandek bo'ldim. O'rganadigan so'zlar bag'ancha ko'paydi. Xat soni jiqlab bordi. Bir kunlarga yetganda qarasam, avval bilganlarimni keyin bilmaydigan, avval yozganlarimni keyin tunimaydigan bo'lib qoldim. Qiziq ish. Xanzuchida setib berganni may desa, setib olganni ham may deydi ekan. Hammadan qiziqi, onni shiga desa, tavuzni shiga deydi ekan. Shuning bilan qandoq o'rganib ketgili bo'ladi deb beshim qotdi.
Qisqasi, Xanzuchini o'rganish oson emaskan deb to'xtab qoldim. Endi mening demoqchi bo'lganim, mushundaq mushkul o'qishni sen qandoq o'qiding, o'g'lim? Agar shu o'qishni a'lo o'qigan bo'lsang, men seni tabriklayman. Xanzu deganmi ko'p xalq, tarixi uzun, madaniyat boyligi mo'l bir millat. Xanzuchini o'rganmasang, bu millatning tarixi, madaniyati, jug'rofiyasi va boshqa ilm hikmatlaridan xabardor bo'lolmaymiz. Shunga Xanzuchini obdan o'rganish kerak. Buvayning so'zi bu yerga kelganda xitob xarakterida anglandi. U uydagilarga tekshi nazar tashlab davom qildi. Shunda qilib, oxir bu ilmni o'rganding. Buningga barakalloh. Sen endi menga javob berginki, bir vaqtlarda birovlar Xanzuch savoding soni 5000 ga yetadigan desa, yana birovlar 8000 ga yetadigan deyishgan edi. Endi sendan anglayli. Buning qaysisi rost? Anlaganlaringiz durust. Har kim o'zi bilgini bo'yicha aytgandi. Qayni sendan anglayli. Xanzuch xatning soni zodi qancha? Xanzu tilining maxsus lug'atlari bo'lib, ularda ko'rsatilishicha xatning umumiy soni 15000 ga yaqinlab bordi ekan. Nima dedim? 15000? Shuncha ko'p xatni bu haq bilib ketalarmi? Men bizni o'qitayotgan muallimdan so'rab ko'rdim. Uning aytishicha, hammani biladiganlari jiq bo'lmasa kerak. Biraning xat tuniydiganlari chala savodli hisoblandi ekan. 3000 dan 5000 gacha bilganlari o'ttiral saviylik bo'ladi ekan. 8000 dan ortiq xat tuniganlari olim hisoblandi ekan. Olim bo'lganlarimi qolgan 4-5 ming xatni har xil lug'atlardan foydalanib biladi ekan. Mundoq degan, bu qiyin gapgana. Bir odamning beshiga 15 ming xat qandoq sig'sin? Qayni Abduxoliq, sendan so'rab baqay. O'zing qanchalik xat bilasan? Mo'lcharimcha 3-4 mingga yetar deyotiman. 3-4 ming? Bu mu oz gap emas, katta gapkan. Yaxshi o'qibsan. Dunyoda nurg'un kishilar maktabda o'ziga asos selib, keyin ijtihotiga tayinib kamal topadi. Sen mu shundoq qil. O'g'lim, ijtihod qilib kamal top. Söz oxirlashmagan bir paytda hovliga 2 otliq kishi kirib, mehmonxonadagilarning diqqatini buzdi. Akbarxon hovliga manganda buvaymi o'rnidan turib, "Men mu chiqay, degar vaqti bo'p qoldi", dedi-da, hosini to'qildatganicha ichkari hovliga qarab mangdi. Hayal bo'lmasdilla, Akbarxon yemchilik Temir Shoyuning o'g'li Abdusami boyni boshlab kirdi. Uning xizmatchisi tashqarida qolgan edi. Rahatparast ham takabbur bu cho'ng pomishchik mehmonxonaga kiribla, qopoqdan suv to'kilgandek qol tukilib, mehmonlar bilan birma-bir qo'l elishib ko'rishib chiqdi. Meni chilimigan bo'lsanglarmi, o'zim anglab keldim. Chayinim bo'ptimi? dedi har bir kishining ko'zlariga mixdaq qadilib. U go'yo uydagilarning ko'zlaridan o'z savoliga javob izlayotgandek qiladi. Chayinim yaxshi bo'pti. deyishdi ular kelgan mehmonni qo'g'lab yetishning o'rni yo'qligini bilib. Aslida uxlasam tushimdimi yo'q ish edi. Kech tarafda bir oz xabar anglab qoldim-da, kelgim keldi. Kelmay desam ko'nglim qo'ymadi. Ukam Abduxoliq boyvachchini Qodir jangchiga to'ngchi bo'g'ilib kuchog'i bog'ida deb anglab qoldim. Bu qandoq gap? O'zim bilib kelay debla yetib kelishim. Ukam, sen rostilla kuchog'i boramsan? Bu so'z Abduxoliq Uyg'urga shundoq sat anglandiki, buning o'rniga qaltak bilan onni urgan bo'lsa, u g'ing qilmagan bo'ladi. Abdusamining so'zlaridan seskinib, vujudi tikallashgan shoir o'zini taslikda besivilib, "Abdusami aka, jining chiqib ketadigan ish bo'lsa-mu, meni boyvachcha, to'ngchi demasdan Abduxoliq Uyg'ur degina. Men bu Uyg'ur degan ismni senga o'xshash kishilar etimni ataganda bo'lsa-mu, Uyg'ur deb odatlansin. O'zlarining millati Uyg'ur ekanligini bilsin deb qo'ygan. Sen qachongacha bilmay o'tmoqchisan? Millating nima desa, biz degan chanto debla tugishsan. Bu to'g'ri emas. Unda qilma. Poqa buloq jangollarini egilib, dunyo degan shu deb, dehqonlarning kuchi bilan tog'dak paxta, kunjut xamollarini ilib, yostiqni qirlab o'tayveraman deb o'ylama. Dunyoda qandoq ishlar, qandoq o'zgarish, qandoq taraqqiyotlar bo'layotidi, bunimi bilib qo'y. Men xato debdiman. Abdusami boy so'g'uq kulgisi bilan uy ichini yana bir qitim muzlatib, ondan besildi. Xatolig'im ko'p. Sizlarda xatolik ko'p.
misli jannat tog'u daryosi bezashki yo'q kishi. Qirilishib yostiqni g'amsiz besapa yotqanimiz bordir. Abdusami aka, sizlarda xatolik ko'p. Sizlar boylik nastonisi bo'lib elib, butun yurt xalqning qontar badaliga yostiqlaringlarni egiz qirilmoqchi bo'lasizlar. Bu sizlarning hozirgi maqsadinglar. Ukam, ajoyib ig'ir gap qilyaptim-ku. Bo'ladi. Bundan keyin seni Abduxoliq Uyg'ur deb qishqiray. U qalti kulib qandoqdir bir gapni boshlamoqchi bo'layotganda, hovliga yana yangi mehmonlar kirib, ularning diqqatini o'ziga tortdi. Uydagilar kelguchilarning Maqsudboy, Hisomiddin Zufar, Mo'min apandi qatorliq kishilar ekanligini ko'rib, hovliga chiqishdi. Maqsudboy yeshi 40 dan oshgan, bastlik, ustiqini to'shgan, yumuloq yuzlik, cho'ng ko'zlaridan aql nurlari to'kilib turadigan tafakkuri uyg'oq kishi bo'lib, shu yillardagi yorqin ma'rifatchi, taraqqiyparvar ziyoli edi. U madrasa va yangicha maktablarda o'qigandan keyin tijorat ham sayohat bilan Rossiyada Shamay, Moskva, Leningradgacha borgan. Nazar doirasi kengayib, ong fikri echilgan. O'zligidan ruscha o'rganib, muayyan bilim saviyasiga ega bo'lgan. Shu zamonning oldingi qatardagi yangilikchi ziyolilardan bo'lib yetishgan kishi edi. Feodalizm hukmronligida diniy xurofotliklar avj olgan, jaholat davrining qora pardalarini yirtib tashlab, to'salg'ularni gumron qilib, taraqqiyot yo'liga qadam bosgan Maqsud Muhiti xalqni uyg'otish uchun 1913-yili Qozondan ma'rifatchi Haydar apandi sayroni taklif qilib, Turpan ostonida tunji qitim yangicha fanniy maktab ochgan. Keyingi yillarda u yana maktabning ozlik qilayotganligini nazarda tutib, 1917-yiliga kelganda Habibulla apandi, Gulandam Ovuzday, Ali Ibrohim, Hisomiddin apandi qatorliq 6 nafar tatar o'qituvchini Moskvadan taklif bilan Shinjonga akilib, o'z xarajati bilan Cho'chak, Ko'chung, Turpan ostonalarda Maktabi Maqsudiya nomli maktablarni ochib, ma'rif ishlarini olg'a surgan edi. Shuning uchun Maqsud Muhiti o'zining taraqqiyparvarligi va ma'rifatparvarligi bilan mutlaq nupus va hurmat egisi edi. Kelguchilarning ikkinchisi o'ttiri bo'yliq, yumuloq yuzlik, ko'zlari chaqnab turadigan, pichimi kelishgan, ruhliq, yosh Hisomiddin Zufar bo'lib, u shu yillarda mashhur Boy Zufar hojimning egilik ishlarini boshqaradigan. Sudi setiq, to'xtam degvar ishlari bilan shug'ullanib, keng ijtimoiy munosabat o'rnatgan ziyoli edi. Egiz bo'yliq, o'ng qara, qonsharliq kelgan Mo'min apandimu yangicha maktablarda o'qib, muayyan bilim saviyasiga ega bo'lgan qizg'in, ruhliq ziyoli edi. Hammaning oldida mehmonxonaga kirgan Maqsudboy burun kelganlardan kichik pe'illik bilan "Sizlarni sog'iltib qo'ydik" deb apu so'radi. Ondan Abduxoliq Uyg'urning ko'ziga tikilib qarab, "Necha kundan tuzuk so'zlashgili bo'lmadi, ha?" deb kulimsirab qo'ydi. "Rost shundoq bo'ldi", dedi Letip apandi Maqsud Muhitining maqsadini tushunib. "Amdigina bir param boshlansa, yangi mehmon kirib, paraning belini uzib tashlaydi. Shunda qilib, ko'ngildagidek so'zlashgili bo'lmadi." Mehmonlar o'ltirib Fatiha qilishdi. O'zaro hol so'rashib, bir oz paranglashdi. Ang'icha dasturxon silinib, qand kezak, meva-chevi tizildi. Nonlar sundirildi, choylar qo'yildi. Dasturxon mo'l edi. Maqsud Muhiti choy ichib o'ltirib, o'z ormanidan so'z ochdi. "Necha kunning oldida Jungoning 24 tarixi to'g'risida amdili so'z boshlanganda, mehmon kirib, so'zni uzib qo'ygan edi. Men bu 24 tarix to'g'risida Moskvada bir rus tarixchisidan ozroq anglab, uningga nihoyatda qiziqqan edim. Hozirmi shunda qiziqman. Bizning tarixni ruslar qandoq biladi?" dedi Abdusami boy tantaklik qilib. U go'yo o'z so'zining o'rinliq bo'lgan bo'lmaganligini bilmoqchi bo'lgandek, uning buning ko'ziga qarab qo'ydi. Maqsud Muhiti uningga sovuq nazar tashlab tushuncha berdi. "Jungoning 24 tarixi dunyoga mashhur tarix. Bu tarixni yolg'iz ruslar emas, inglizlar, fransuzlar va nemislarmi alohida tadqiq qiladi. Biz nimishqa shundoq qilmaymiz? O'qimasang nimani tadqiq qilasan?" dedi Mo'min apandi qo'polroq tegib.
Maqsudboy boshliq hamma kishi masxira aralash olib qo'yibdi. O'zining savotsiz ekanligini tonigan Abdusami bu o'ng'aysiz holatdan qutulish uchun ko'zlarini ko'pchilikning ko'zlaridan qochirib, uyan-buyanga qarab, burutlarini silashga boshladi. Lekin Maqsudboy payibni qo'ldan bermadi. Sen bizdek boyning bolalari boyligiga ishinib o'qimaydi. Kambag'allarning bolalari mag'dur yetmay o'qimaydi. Shunda qilib, hamma odam o'qishsiz qoladi. O'qishsiz qolgan elning taqdiri qandoq bo'lmoqchi? Bizdagi eng og'ir masala mana shu. Oramizda o'qiydiganlar bormi desa bor. Masalan, dinda o'qiydiganlarni olsak, ular diniy ishlar uchun o'qiydi. Xanzuchi o'qiydiganlar bo'lsa, amaldor bo'lish, hech bo'lmaganda to'nchilik yoki putukchilik qilib kun ilish uchun o'qiydi. Undaqlarning tarix bilan kori bo'lmaydi-da, natijada ko'p narsadan bexabar qoladi. O'zimni ep-essam, xanzuchi o'qimaganligim uchun menmu ko'p narsadan xabarsiz qilayotganlarning biri hisoblanaman. Garchi oz-til ruscha o'rganib qo'yganligim uchun Jungoning 24 tarixi to'g'risida bir rus o'qituvchidan ozroq ma'lumot anglab qiziqqan bo'lsam-mu, ammo xanzuchini o'qimaganligim uchun uni bevosita ko'rib, bahri ilishga ojiz keldim. Yosh shoirimiz Abduxoliq Uyg'ur xanzuchini a'lo o'qidi. 24 tarix tilmi bahri oldi. U oldingi kuni tarix sahifasidan andil so'z boshlaydi. Uyga yangi mehmonlar kirib, gapning beligi tepdi. Shunda qilib, meni armonda qo'ygan. Endi biz shoirning og'ziga qarayli. Bizga yana bir oz tarix so'zlab bersin. Shunda qilsin, so'zlab bersin. Keyingi kunlarda xanzuchiga bir oz tishim o'tadigan bo'lib edi. Bir muncha jangnoma kitoblarni ko'rdim. Suv bo'yida, g'arbga sayohat, 3 podshohlik haqida qissa qatorliq bir muncha kitoblarni o'qidim. Bir kuni qo'limga Xannoma deb atalgan bir tarixiy kitob tushdi. Buningga qiziqib qoldim. Jungo 5000 yillik madaniyat tarixiga ega qadimgi davlat bo'lganlikdan ilgirgilar yezib qoldirgan tarixiy asarlar nihoyat ko'pkan. Masalan, Xanudi degan podshoh zamonasidan tortib Ching sulolasi davrigacha yozilgan 24 tarix bir qancha yuz jildlik kitobkan. Men o kitoblarning hammasini ko'rib keta olmaymanmi? Ko'ray desammi, bu kitoblar turponi yo'q. Mening qo'limga tushgan Xannoma degan kitob ana shu 24 tarixning bir qismi. Men Xannomaning G'ullo tazkirasi qismini zo'r ishtiyoq bilan necha qitim o'qib chiqdim. Uning yozilishicha, milodiyadan bir qancha yuz yil ilgari Hun deb atiladigan ko'chman chorvachi xalqlar shimoliy va g'arbiy rayonlarda qudratli davlatlarni qurgan ekan. Ular o'tir Jungodagi Chin podshohlari bilan ba'zida ittifoqlashib, inoq o'tgan bo'lsa, ba'zida urushib, dushmanlashib o'tadi ekan. Ular chorvachilik bilan hayot kechiradigan bo'g'ashqa, ot minish, ovlashqa mohir xalq ekan. Ularning zo'r imperiyalari va mashhur podshohlari bo'lgan ekan. Eng cho'ng podshohni Tangri Qut deydi ekan. Tangri Qut degani bizning Idi Qut deganga o'xshash keladi ekan. Shundaq. Ularning tilida Tangri degani osmon yoki Xudo, Qut degani baxt deganlik bo'lib, Tangri Qut degan so'z Xudo bergan baxt degan bo'ladi ekan. Ular o'z podshohlarini ashundaq hurmatlaydi ekan. Yo'q, biz anglab baxmagan so'zlar ekan. Xannomadagi Botur Tangri Qutning tazkirasi meni alohida qiziqtirdi. Botur Tangri Qut degani tuman Tangri Qutning o'g'li ekan. U otasining o'rniga taxtga chiqqan vaqtlarda To'ng'us degan bir xalqning nihoyat kuchli davlati bo'lgan ekan. Voy, boshqachilik e'tibor ekan. Ular qaysi xalq? Ular G'ullar bilan qo'shni bo'lgan, o'z oldiga hokimiyati, podshohligi bo'lgan bir xalq. Keyingi Mo'ng'ul, Manjo qatorliq millatlarning ajdodi. To'ng'uslar podshohi Botur Tangri Qutni yangidan taxtga chiqdi. Hokimiyati mustahkamlanmadi. Texi ojiz deb hisoblab sinamoqchi bo'lib, uningga otasi tuman Tangri Qut vaqtidan qolgan dangliq tulparni menga bersin deb elchi avatibdi. Botur Tangri Qut elchilarning talabini anglagandan keyin o'z vazirlarini maslahatga chaqirib, qanday qilish kerak deb so'rabdi. Vazirlar bu tulpar tuman Tangri Qut vaqtidan boshlab qutatgan dangliq tulpar. Buni qandaqmi berib atkili bo'lsin deyishibdi. Buni anglagan Tangri Qut ularga, u bir otqu, bir qo'shni el yoqtirgan otni nima uchun berishga bo'lmaydi ekan debdi. Va elchilarga tulparni berib qaytiribdi. To'ng'uslarning podshohi tulparga ega bo'lgandan keyin Botur Tangri Qut mendan qo'rqidi ekan. Bo'lmasa tulparni bermagan bo'ladi deb o'ylab, Botur Tangri Qutning kichik xotinini yoqtirib qoldim.
xotin qilishni xohlayman deb elchilarni yana avatibdi. Elchilar kelib ahvolni aytgandan keyin Botir Tangriqut vazirlarni yig'ib ulardan yana maslahat so'rabdi. Vazirlar bu gapni anglab, g'azablangan holda soqollarini titirtib turib, bu to'limi yo'lsiz talab bo'pti. Buningga qandoqmi chidab turg'ili bo'lsin. O'zlarining darhol lashkar tortib, ularning kulini ko'k so'rib etishlarini talab qilamiz deb qulluq ko'rsatibdi. Botir Tangriqut vazirlarning so'zini anglab bo'lib, bir ayolga qo'shni elning podshohi yoqtirgan ayolni nemishqa uningga bagili bo'lmaydi ekan debdi-da, o'zi to'limi amroq kichik xotinni elchilarga qo'shib beribdi. To'ng'istonning podshohi Botir Tangriqutning e'tiborli xotinni baganligini ko'rib, Botir Tangriqut rostli mendan qo'rqadi ekan. Bo'lmasa, xotinni menga avatib bermagan bo'ladi deb o'ylab, teximi mag'rurlanib, elchilarni 3-chi qitim avatibdi. Bu qitim u chegara qarovullarimiz turgan yerning shimoliy tarafida Botir Tangriqutga tava bir parcha bo'z yaba. Men shu joyga ega bo'lishni xohlayman. Bundan keyin o'lla bu joylarga oyoq bosmasin debdi. Botir Tangriqut vazirlarni to'plab bu haqda maslahat so'raganda, vazirlar Tangriqutning birinchi qitimda tulparni, ikkinchi qitimda amra xotinni berib etgan yerda qog'jirab turgan bir parcha jangalni berib etish hech gap emas deb o'ylab, berib etish kerak. Tashlanib yotgan bir parcha jangalg'u deb javob beribdi. Botir Tangriqut vazirlarning fikrini anglab, darg'azabga kelib, bu qandoq mumkin bo'lsin? Zamin degan davlatning asosi. Zamin bo'lmasa, davlat bo'lamdi debdi-da, hamma odam otlansin. Mening elimda bu qitimqi yurishdan qiyb qog'uchlar bo'lsa, kallasi ilinsin deb hukm chiqaribdi. Shuning bilan butun el qo'zg'ilib, To'ng'islar ustiga yurish qilib, birli hujum bilan To'ng'islarni yengib, podshohini o'ltirib, ilgari tuman Tangriqut vaqtida qo'ldan ketgan bir muncha zimlarni qaytirib olibdi. Taqsir, biz anglamagan ajoyib ishlar bor ekan, dedi Abdusamiyboy o'z hayojonini besib ololmay. Shoirning og'zidan yana qandoq yangi so'zlar chiqadiganligiga taqozo bo'lib o'ltirgan mehmonlar Abdusamiyning so'zga qisilganligiga norozi bo'lib, uningga olib qarab qo'yishdi. Ammo shoir diqqatini buzmasdan so'zini davomlashtirib, men bu tazkirni o'qib etib, shuni his qildimki, Botir Tangriqut davlat zaminini, ya'ni vatanni o'zining har qanday rohat farog'atlari va shonu shavkitidan ustun qo'ygan oliy fazilatga ega dohi. Menga uning shu tarafi qattiq ta'sir qildi. Hammamizga shu, bizga shu fazilati ta'sir qildi. Tarixda o'tgan nurg'un podshohlar o'ttirsida yuz bergan jidal majrolar, qonliq janglarning to'lisi qiz malika, boylik, obro'y tolishdek sabablardan kelib chiqqan. Ular mushundaq ishlar uchun urush talash qilib, daryo qon to'kib, el va yurtlarini xonavayron qilishgan. Botir Tangriqut buning aksicha ish tutgan. Izzat obro'ydan, hatto xotinidan voz kechadigan, ammo bir parcha zamin masalasiga kelganda butun xalqni safarbar qilib, jangga otlangan. Bu har qanday podshohlarda bo'lavermaydigan oliy fazilat. Bugun mening yana bir xush bo'lgan yerim shuki, o'qishni mana Abduxoliq Uyg'urdek o'qish kerak. Bugun u Xanzuchini to'nchilik qilib jon beqish uchun emas, balki davlatning tarixi, jo'grafiyasi va an'anaviy madaniyatlarini bilish uchun o'qiganligini isbotladi. Buniga kim xush bo'lmaydi? Hamma odam xush bo'ladi. Bugun u bizga Jungoning 24 tarixidan, xuddi daryodan tomchi degandek kichikgina bir tazkirni so'zlab berib, hammamizni titirtib etdi. Shuningdek, katta ma'lumotga ega qildi. Vatanparvarlikning har zaman kitoblarda zikri qilinib, tillarda doston bo'ladiganligini tushundirdi. Biz uning mushundaq taraflariga xush bo'lamiz. Maqsud muhitining madihisini anglagan Abduxoliq Uyg'urning yuziga salbal qizillik yugurdi. Bizning avlodimiz mushundaq taqlidni o'qib yetishib chiqsa, u chaqda ahvolimiz qanchalik yaxshi bo'ladi, ha? dedi atidan beri untinsiz holda gapga quloq silib o'ltirgan Hisomiddin Zubayr. Agar bizning oshqan maktablarimiz taqilib qolmay, mushu kunlargacha davom qilgan bo'lsa, ko'plagan ziyolilar yetishib chiqqan bo'ladi. Hay, chujining shumligidan to'xoning amchigi yo'q degandek, hamma ish yana o'zimizdan bo'ldi, dedi Letib apandi zardi bilan. Uning qalpoqlari g'azabdan titrab ketgan edi.
Onun bu sözünün turtkisida mehmonxonada o'ltirganlarning ko'z oldiga o'sha yillari mutaassib mollalarning cho'qan ko'tirib, zo'r umidlar bilan echilgan yangicha maktablarga qarshi chiqqanligi. Shu haqda Urumchi Dudusi Yang Zingshinga arz shikoyat sunganligi. Qari hukumatning ularning cho'qan suralariga e'tibor berib, shu bahona bilan maktablarni yoptirib, o'qituvchilarni jazolab tarqatayotganlikdek ochiq o'tmishlar tizilib keldi. Shundoq, hamma ish o'zimizning shumliqidan keldi, dedi Maqsud Muhiti o'tmishni aslab. Mutaassib ishon mollalar biz ochgan maktablar ustidan cho'qan ko'tirib arz qilib edi. Bu ish yurtimizni jaholat qoldirib, mustabid hokimiyat yurgizayotgan Yang Jangjunga yog'dak yoqdi. Shuning bilan u bir buyruq bilan maktablarimizni yoptirib etdi. Yillar o'tib ketyotdi. Xalq nodonlik, jaholat potqoqlariga bog'on seri cho'nqur petib qilyotdi. Bilgan odamga bu aytib tugatkusiz, chidab turg'usiz eg'ir dard. Bu dardlarga o'landu kishi, o'lchamdu kishi. Hey, Toyirbekning Sunjongshan apandi bilan ko'rishgan ishlarimi bir tarafga qayrilib qoldi. Sunjongshan apandi Xinjiangda milliy ma'rifni yo'l qo'yinglar deb yaxshi so'z qilgan ekan, dedi Mo'min apandi. Sunjongshan apandi Xinhay inqilobini qo'zg'ab, 2000 yillik feodallik xonlik tuzumni og'dirib, uning o'rniga jumhuriyat qurgan katta odam. Shuning uchun u davlat otisi deyiladi. Ammo bu jumhuriyat bizning Xinjiangga yetib kelgani yo'q. So'z bu yerga kelganda uy ichi tiniq sudek sukutga cho'mdi. Hamma odamning chiroyidan cho'nqur xiyol dengiziga cho'kib ketayotganligi chiqib turadi. Bir ozdan keyin Abduxoliq Uyg'ur eg'izlanib, hukm surayotgan jimjitlikqa xotima berdi. Sunjongshan apandi tarixni to'g'ri xulosalab, Jungo, Hanzu, Manchu, Mongol, Uyg'ur, Zangzudan iborat 5 millatning o'rtaq davlati. Jungo madaniyatimi har qaysi millatlar o'rtaq yaratgan madaniyat. Shuning uchun hamma millat huquqda barobar bo'lishi kerak deb nihoyat to'g'ri aytgan. Barobar bo'lmagan millatlarning inoq ittifoq bo'lishi mumkin emas. Afsuski, bu so'z aytgan yerda qoldi. Bu yerda bo'lsa, hokimiyat beshidikilar o'zi bilgan sanamga dastavotidi. Yang Jangjunning xalqni nodon qoldirib idora qilish degani o'zi bilgan sanamga dastiganligi. Chunki u xalq uyqudan uyg'onsa, tangsizlik asosida yurgizilayotgan jaholatlik siyosatga, istibdodlikqa qarshi chiqib, barobarlik, jumhuriyat talab qiladi deb qo'rqib, milliy ma'rifimizni bug'moqchi bo'layotdi. Yig'ib aytganda, uning maqsadi mana shu. Sohibxona tomoq tortdi. Mehmonlar tomoq ustida yana nurg'un masalalar to'g'risida so'zlashdi. Sunjongshan apandi boshchiligidagi Xinhay inqilobi shu yillari ichki Jungoda avj olgan milliy tarixlar urushi, Sovet Oktyabr inqilobi, Tashqi Mongoliyadagi inqilob to'g'risidagi so'z mulohizalar ularga qiziqarli tema edi. Tamoqdan keyin mehmonlar tala tuzga chiqib, putqo'llarini harakatlantirgach, kechlik sap havoda sagidashdi. To'rixon o'z qo'li bilan o'stirgan mevasining ko'pligidan shoxlari egilib ketgan olma, nashput, shaptul qatorliq mevalik daraxtlarni tomosha qilishdi. Marvoyitdek parqirab turgan uzumlarga qarab hayron bo'lishdi. Sayli davomida har kim o'zi xohlagan mevalarni uzib yeb huzurlandi. Kun o'ltirib qosh qaraygan chaqdila ondan birlab ikkilab jam bo'lishgan mehmonlar keng kushada o'ltirishib, shirin suhbat bilan ko'ngil ko'tarishga boshladi. Ularning suhbat temasi mo'l edi. So'zning beshi Beijing Tianjindan boshlansa, oxiri Moskva Leningraddan chiqadi. Dunyodagi har xil taraqqiyotlar aslanadi. Tarixdan so'z echilsa, Idiqut, Beshbaliqdan boshlanib, Qaraxoniylar, Saidiya xonlaridan chiqadi. Ular birda Quntayji, Abba Xo'ja to'g'risida so'zlasa, birda Temir xalpa, Mo'ydin xalpalarining qo'zg'olonlarini tilga oladi. Birda yurtdagi jaholat, nodonlik, xurofotliklar ustidan shikoyat qilsa, birda o'z yurtining kelgusi taraqqiyotini tasavvur qilishib, turli farazlarni o'tirg'i qo'yishadi. Sohibxona ikkinchi qitim dasturxon selib, kech tomoq keltirish tayyorligi ko'rayotganda, ko'pchilik shoirdan biror parcha she'r o'qib berishni talab qilishdi. Talabga binoan shoir yangi yozilgan bir parcha she'rini o'qib berdi. Turpan kechisi. Nima degan issiq, nima degan dimiq.
nima degan tinchiq turpan kechisi. Bo'g'ildi nafas, buruqdim qafas, tarlitar chip-chip turpan kechisi. Sayladın soqsa issiq shamolla, yig'lar bo'shikda tarlab bolila. Allay aytidu bazlab onila, nima degan tinchiq turpan kechisi. Turar jimirlab ko'kdi yulduzlar, bağladı sulğun güller, qunduzlar. Yelpögüş qo'lda zarlangan so'zlar, nima degan tinchiq turpan kechisi. Cücemler goya tamçılangan yaş, yığlavatqandek yurtda qeri yaş. Qaçan chiqarkin quyosh etib qash, dahshat qarangu turpan kechisi. Qaçan nur chechib atar oltin tang, otmamdikin deb bo'lmag'in hang tang. Subihi yordi bu tang, baribir o'tar turpan kechisi. 3-bab 15 kunlik to'lin oyning to'nglikdan xuddi tugmanning nuridan tushayotgan sudek ko'rinadigan bir tilim sho'lisi uyning naq o'tirsig'i kelib qolgan edi. Bu tun nisbi bo'lib qolganligidan derak beradi. Abduxoliq Uyg'ur texicha yeziqchilik bilan mashg'ul bo'lib o'tadi. Panjara tuyiga qo'yilgan cho'ng shiraning o'tirsidagi elektr chiroq sarg'ush nur chechib, shoirning mashg'ulotini yorug'lik bilan ta'minlab o'tadi. Panjaradan urilib turgan salqin tog' shamili shoirning chiroq nurida yaltirab turgan kang peshonasi va yuz ko'zlarini suyib, uningga cheksiz huzur baxsh etadi. Mundaq tinch, mundaq salqin muhitda shoirning ilhomi xuddi toshdan toshga urilib jo'sh urib eqiyotgan azim daryo suyidek o'rkash yasaydi. Avval oqshomdan tun nisbigacha ijodiyat bilan shug'ullanib, tavoq qog'ozlarni ajoyib fasohatlik she'riy iboralar bilan kashtilagan shoir badan beshiga harg'iliq yetganligini sezib orom olmoqchi bo'ldi-yu, esiga qandoqdir bir muhim ish kelgandek bo'lib yana to'xtab qoldi. Bu chaqda uning xiyoliga qadrdon do'sti chiroqqa minnatdorlik bildirish ishi kelgan edi. Shunga u darhol bir varaq qog'oz elib, tikdut bulun shaklida puklab chiqdi-da, har bir bulunga g'azal shaklida beg'ishlama yezishga boshladi.